Qizlar, assalomu alaykum, xayrli kech barchalaringizga. Hech qachon ogohlantirishsiz, hech qanaqa e'lonlarsiz dars bu bilasizmi nima? Ilohiy dars hisoblanadi-da. G'oyibona menga kelingan ishoralar, g'oyibona men uchun berilgan imkoniyatlar va mana shu oxirgi vaqtda judayam ko'p ayol qizlarimizdan tana sog'lomsizliklari haqida murojaatlar juda ko'p tushgan. O'sha uchun ham bugun onkologiya kasalligi nima? Onkologiya kasalligi nima uchun beriladi? Mana shular haqida gaplashamiz. Hammalaringizga xayrli oqshom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim deb darsimizni boshlaymiz. Tak, qizlarjonlar, menga ovoz haqida ma'lumot qoldiringlar. Ovoz yaxshi deyishlaring bilan boshlayman men darsni. Bo'ldi, uylarga kiringlar, soat 10 bo'ldi. Siz bordi boshinglarga ko'tarib baqiryapsizlar. Qizlar, ovoz haqida ma'lumot qoldirdinglarmi? Qanaqasizlar? Bo'linglar. Tak, Dildorajon, assalomu alaykum, xayrli oqshom. Ovoz haqida ma'lumot berib yuboring, darsni boshlayman. Rahmat qizlar, shuncha kishi kanaldan uzilmagan holda kuzatib turgan. Ovoz yaxshi deb yozishibdi. Rahmat, tashakkur. Tashakkur. Demak, ovoz yaxshi bo'lsa. Assalomu alaykum Dilbar opa, yaxshimisiz? Xayrli kech. Rahmat. Va alaykum assalom. Sizga ham xayrli bo'lsin. Ovoz juda ham yaxshi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tak, qizlarjonlar. Tak, onkologiya kasalligi bu saraton kasalligi hisoblanadi. Bir vaqtlar o'zimni ham buyraklarimda pilonefrit, oshqozon osti bezim hamisha bezovta qiladigan, o't pufagimda juda ham katta og'irlik, hazm qilish tizimlarimda buzilishlar bo'lgan. Va o'sha paytlar bir qo'shnim bo'lardi. Psixologiya fani bilan shug'ullanib yurar edi qizlar. Va u kelib menga mana shular sabablari haqida gapirardi. Nima sababdan bachadonda ko'krak saratoni bo'ladi? Bir qo'shnimda bachadonida ko'krak saratoni boshlanib, shuni juda uzoq joyga borib operatsiya qildirib kelinganligi haqida muhokama bo'lgan. Birinchi marta shu saraton kasalligi aslida bu kasallik emasligini eshitgan vaqtim bo'lgan qizlar. Ishonasizlarmi? Va shu bachadonida shunaqa kasallik bo'lgani uchun bu o'sha onalik munosabatini qo'ya olmaganligi, onasi bilan keyin onasi bilan munosabati yaxshi emasligi, keyin o'zini ayol sifatida qabul qila olmaganligi sababida buni nimasida bachadonida saraton boshlangan degan gapni eshitganimda qizlar men shokka tushganman. Bu endi 5-6 yilga gap. Bu 5 yil, 6 yil oldin shu qo'shnilarning ichida o'tirib gapxona bo'lganda shu gapda aynan nima shu ayolga shunaqa javob shu qo'shnimiz tomonidan berilgan. U qo'shnimizda bizlar tomi ketib qolgan, buni psixologiya bilan shug'ullanadiganlar diqqat qilib darsga quloq solsanglar, hozir juda ko'p jarayonlar ochiladi qizlar. Tomi ketib qolgan buni. Shuning uchun bu shunaqa gaplarni gapiradi. Oldi chiqdi, qarang. Nima sababdan ayollik organiga bunday kasallikni berishi ona bilan munosabatga bog'liqligi degan gapni eshitganimda judayam men uchun katta anaqa bo'lganda bu.
udar bo'lgan. Ustidan ham kulganday ham bo'lganman. Tavba, tomi ketib qolganmi? Sapsatda narsani gapiradi shu, bir qayerdagi psixologiya narsalarni gapiradimi, tushunmadim deb o'zim muhokama qilganman va o'zim shu yerda buni nima sababdan bunaqa degan, bunaqa gapni gapirdi degan gap menga judayam qiziq bo'lgan, qizlar. Ana shu narsani hozir ochib beraman. Xabaringlar bor. Ana shu kanalimizda uzoq vaqtdan buyon kuzatib, men sevimli ayolman kanaldagi darslikni tinglaganlar, YouTube sahifamizda juda ko'p kuzataman. Telegramda bo'lgan darsliklarimni YouTube sahifamizga qo'yib boraman-da va YouTube'dagi ayol qizlarimiz, tinglagan ayol qizlarimiz aytishadi. Dilbar opa, sizni darsliklaringiz tinglab juda ko'p narsalarni hayotimda xato ekanligini anglayapman deydi. Qarang. Bu ayollar esa men 7 yil oldin kelib, 7 yil oldin to'qnashgan holatlarimda bugun shu ayollar yozib qoldiryapti. O'sha vaqtda menga bu ayolni javobi, bu qo'shnimga nisbatan javob men uchun shok holat bo'lgan. Tavba, buni bachadonida mioma boshlanishi, buni bachadonida bunday kasallikni boshlanishiga onani nima aloqasi bor? Ona bilan ham munosabat buzilishi mumkinmi? Nima degani? Anglay olmaganmiz. Ana endi hozir bugun sizlarga mana shu onkologiya kasalligini yenggan o'quvchilarim va onkologiya kasalligi o'sha mijozlarimda yutib ketganlari ham bor. Mana ikki xil narsa. Aslida onkologiya kasalligi yo'q. Aslida ruhiyatni ichida uzoq vaqt ezilib, chaynalib, chuqurlikka kirib ketgan ayol qizlarning ruhiy holati bor. Bu o'sha onkologiyani nimasi? Bitta ko'rinishi bu aks eta boshlaydi hayotingizda. Biz uni nima qilamiz? Voy, qo'shnim bilmasin. Voy, opa-singillarim bilmasin. Voy, jon-jigarlarim bilmasin. Birovlar bilmasin deb yashiramiz. Bugun juda ko'p qizlar yonimga keladi. Kiprik ulagan, tirnoqlarni o'stirgan. Hamma hozir tahlil qilib ketaversin. Bu nima kerak kiprik o'stirish? Men tasavvur qila olmayman. Agar kipriklarimga tush qo'ysam, men o'zimda juda ham diskomfort his qilaman. O'zimda juda ham noqulay his qilaman. Kiprikka tush qo'yish, kiprik ulash, qizlar, demak u kimgadir shu narsa chiroyli ko'rinish uchun qiladi. Sizni o'zingizga nima qulay? Nima qulay qizlar? Nima qulay? Ana shu narsani qilishingiz kerak. Ustoz va shogird kursimizda bitta topshiriq praktika berganman. Ertaga hammanglar kurtkalaringni chappa kiyib ko'chaga chiqasizlar degan nimani berganman-da. Voy, men unday qila olmayman. Meni ko'rgan odamlar bu tentak deb o'ylaydi, degan javob olganman juda ko'p narsadan. Mana ko'rdingizmi, bizda qanaqa tushuncha bor? Mana ko'rdingizmi, qizlar, bizda qanaqangi odamlarni nima deyishi bizlarga qiziq. Ana shuning uchun tana sog'lomsizliklari bor. Nima qilay, o'pkam bilan nafas ola olmayapman, nimam yeringlab ketgan, shifokor men shunday dedi, ustozdan so'rab bering, bu nima ekan deydi. Nima qilay, turmush o'rtog'im bilan umuman kelishmayman, ko'rarga ko'zim yo'q deydi. Qizlar, necha kishi turmush o'rtog'ini ko'rarga ko'zi yo'q? Necha kishi turmush o'rtog'i bilan shunchaki yashayapti? Ana shuni oqibati onkologiyaga olib keladi. Ana shu yutish, ana shu ichga hamma narsani kiritish, ichimizda axlat chiqindilarni yig'ishimiz onkologiyaga olib keladi. Sizga turmush o'rtog'ingiz shu holatni ko'rsatyaptimi? Demak, sizni uyg'onish vaqtingiz keldi.
Demak, sizni o'zingizni topish vaqtingiz keldi. Biz nima qilamiz? O'sha payt men nima aytganman? Psixologlar sapsatda gapni gapirar, kimga kerak ularni gapi deganman. Va xuddi shunday deb muhokama ham qilganman. O'tirib olib, nimani gapiryapti deganman. Psixolog keladiganida. Tavba, bir vaqtlar psixolog ba'zi bir xil kerak. Jigarimga diagnozi qo'yilgan. Qayerdadir shu nimani o'qiganman. Alhamdulillah, Dildora ana shuni u kunlari darsda ko'rganman. Alhamdulillah, ustozjon, men shu jigarimdagi sirris kasalligini sizni ruhiy poklanish kursingiz orqali yengdim. Borib analiz tashxislarini topshirsam, jigarimda hech qanaqa unaqa kasallik alomatlari qolmabdi degan yozuvni o'z ko'zim bilan o'qidim. Lekin yana o'zimni ustimda ishlash, yana mayda chuyda mana shu kunlik narsalarni deb u narsa qolib ketdi. Shu mijozimizni chaqirib, bizani ayollarga nima kerak? Isbot ongi kerakda. Isbot ongi qachon rostdan ham shu kursdan shunday narsa olibdi degan isbotni eshitsa, shuning uchun men isbotlarni tashlayman. Ana undan keyin ayollar ishonch hosil qiladi. Lekin ilohiy sizga kelgan informatsiyani hech qaysi anglashni xohlamaydi. Alloh oldidan chiqarib qo'ysa ham, mana senga yechim deb o'sha aytilgan narsalar, berilgan narsalar yechim deb anglatib qo'ygan bo'lsa ham, ayollar unga iqror bo'lishni xohlamaydi. Bu nima biz hozir yashayotgan hayotimiz nima? Hammasi keraksiz narsani yashab yuribmiz. Hammasi qizlar, ishoninglar. Ishoninglar. Ishoninglar, что bular hammasi keraksiz. Siz shu onkologiya kasalligi sizga agar nafas qisish berildimi, agar siz allergiya kasalligi bilan kasallandingizmi, agar sizni bo'g'imlaringizda og'riq bormi, agar sizni buyragingizda mana shunday og'riqlar bormi, achchiq nafratlanishlaringizni tahlil qiling. Tahlil qiling. Buyraklar nimaga javob beradi? Nima uchun bizlarning peshobimiz tuzi baland? Nimaga? Bizani tanamizdagi ana shu his-tuyg'ularimizni peshobimiz, ya'ni buyragimiz javob berar ekan shu narsalarga. Nafrat, g'azab tuyg'ularimizga. Biz o'zi aslida unday narsa uchun bu hayotga kelmaganmiz. Ana shunday insonlarni mayli kerak emas. Men ustozjon, agar shu kursda o'qisam o'zgaramanmi? Meni nima qilishim kerak? Shu savolimga javob beradimi ustozjon? Degan joyda ularni onkologiya kasalligi yutib yuboradi. Ular yutqaziladi. Nima uchun? Chunki ichida yashirib yurgan mana shunday og'riqlari bor. Onkologiya o'zi yo'q. Yo'q o'zi aslida onkologiya.
bitta judayam bir martabali joyda ishlaydigan qo'shnim bor. Ularni ham eshitdim, jigaridan shunaqa CRS boshlangan deb. Jigar onkologiyasida bu jigar hech qachon bilinmaydi. U shunaqa to'qimalardan hujayralar hech qanaqa nimani sezmaydigan to'qimalardan iborat jigar. Shu opani so'rayman deganimda shunchalik ichida qo'rquvi, shunchalik darajada ichida bu dunyoni narsalari bilan o'ylaydigan, aql bilan qiladigan o'y-xayollar. Birontasi bu nima sabab degan savolni o'ziga bera olmaydi. Alloh bilan gaplashish nima ekanligini ham bilmaydi. Nimaga sizga muammo beradi? Alloh. Nimaga beradi qizlar? Qani yozamiz. Kimda qanaqangi og'riqlar hozir tanangizda qayeri sizni bezovta qilar qizlar? Yozinglar. Yozinglar mana shu yerga, hamma kommentariyalarga yozinglar. 4 ta 5 tasini sababini ayting. Va shu qo'shnim Alloh haqida mutlaqo tushunchaga ega emas. Mutlaqo tushunchaga ega emas. Alloh har safar menga sinov berganda yolg'iz qolishni istayman. Sizga sinov berish degani butkul hech kimdan hech narsani kutmasdan yolg'iz Alloh bilan bog'lanishingiz. Alloh aytadi, nima qilasan? Bandalarga yugurib, mana o'sha qo'shnim ham, voy akamga aytdim, akam uyda bunday qilsin dedi, Leningradda kasalimni davolatdi, akam, opam davolatdi. Mana qarang, o'ziga o'zi umidini uzganini aytadi. Alloh haqida qanaqa tushunchadasan? Alloh haqida sen qanaqa nimadasan? Ana Dilbar Umurzoqova qabziyat yozibdi. Qabziyat nima? Dilbarxon, necha yoshdasiz? Necha yoshdasiz? Mana qabziyat haqida, gemoroy haqida aytaman. Hamma narsani, hamma holatni nima qilib ushlaysiz? Nima edi? Nazoratda ushlashni xohlaysiz. Qo'yg'arib yuborishni xohlamaysiz. Shuning uchun qabziyat, ichaklar, butun ichaklarimiz o'sha narsani ushlab o'tiradi ichingizda. Agar siz 10 kun turshak qaynatib ichsangiz ham sizda ichingiz kelmaydi. Tit bo'laman. Bironta o'zingiz istagan narsani yashay olmaysiz. Majburiy narsalar bilan shug'ullanib yuribsiz. Majburiy narsalar bilan shug'ullanasiz. Allergiya kasalligim bor, nimani anglashim kerak? Sizni hech kim inobatga olmayapti, asalim. Qarang, qancha kasallik. Bu nima? Nima, qayerdagi kasallik bular? Ruhiyatdagi kasallik. Ruhiyatingizda ochildi bu kasallik. Ichingizda bular. O'sha Buxoro seminariga borganda hayron qolganman. Feruza chiqib, doktorlarga borsam, ustozjon, sizni shu har 3 oyda nimada yotar ekan, nima edi? Reanimatsionda yotib davolanar ekan. Buqog'im bor edi. Har 3 oyda yotar edim. Sizni bitta ruhiy poklanish kursingizni qildim. Qilish bilan, amal qilish bilan, o'qish bilan o'qishda juda katta farqi bor. Shu ruhiy poklanish kursidan o'tib, qayta o'zimni doktorimga borsam, shifokor aytayapti, nima qilding? Buqog'ingdan asar ham qolmabdi-ku. Hamma analizlaring yaxshi-ku. Buqoqni ko'rdingizmi? Butun tanaga gormonlarni nima qilib beruvchi bezlar hisoblanadi bizani bu qalqonsimon bezimiz. Buni faoliyati buzilishi butun sizni emotsional holatingiz buzildi degani. Butun insonni kun bo'yi
o'ylanayotgan, his qilayotgan tuyg'ularini raspakovka qilish degan narsa buzildi degani. Qalqonsimon biz. Shunday keyin bemalol shu Feruza aytyapti. YouTube'da keyin tashlab qo'ying Dildora shuni. Dilbar Husanova odzivlar kanalida ko'zim tushdi. Agar menga ruxsat berganda edi, ustozjon, sizga professor unvonini bergan bo'lar edim. Men har 6 oyda million pul tikib buqoq kasalligimni davolay olmaganman. Hozir o'sha ayol aytayapti. Ustozjon, maslahat bering menga. Burningni tinmay yiring bosadi. Ruhiy poklanishni qildim. Hozir endi ikkilanib o'tiribman. Siz qanday qilib qildingiz ruhiy poklanishni? O'sha ketma-ketlikda, o'sha formula asosida hech narsani buzmagan holda qildingizmi? Yoki qilish kerak bo'lgan uchun qildingizmi? Masalan, mana bunaqa holatda qizlar qilish bilan qilishni farqi bor. Xolodilligingizda to'g'ralgan sabzi turibdi, go'sht turibdi, chesnok turibdi, ziravorlar turibdi, piyoz turibdi. Voy, oshti masalliqlari. Ha, oshti masalliqlari turibdi, xarid qilingan. Lekin siz uni amal qilib shu oshni pishirdingizmi? Yo'q, u prosta xolodilnikda turibdi. Siz har safar aytyapsiz, osh qilishim kerak deb. Kurslarda o'qishda ham ana shunday narsa bor. Onkologiyani g'oliblari ular mana shuni amalda to'g'rilaydi. Kursda berilgan ketma-ketlikni to'g'rilaydi. Necha kishi bu onkologiyani yengdi bitta ruhiy poklanish kursidan? Hali bilganlarim, menga e'lon qilganlar yana aytadi, "Voy ustozjon, esimga tushib ketuvdingiz, hozir birdan ustozjonga aytay natijamni" dedim. Ko'pchilik aytmaydi ham. Chunki o'zi natija ko'rdi, bo'ldi degan xayolda bo'ladi. Shuning uchun har doim aytaman. Qayerda his qila oldingiz, qayerda o'zgara oldingiz, yozinglar. Sizdan keyingi o'quvchilarga bu bunaqangi isbot ongi kerak-da bizani. Juda ko'pchilik o'zbek ayollarimizga isbot ongi kerak. Shuning uchun 25-sanagacha men 50% chegirma e'lon qilib qo'ydim. 4-5 kishi o'tgan ro'yxatdan. Ertaga dushanba kundan boshlaymiz konsultatsiyalarni. Yana allergiya yo'q, hech qanaqa. Meni katta qizim shunaqangi ko'p allergiya bo'lar edi. Kuyovim allergiya bo'lar edi. Nabiralarim salafan qizim sumkasida dori-darmon bilan yurar edi. Bilasizlarmi, qizlar 4 yil ishlaganman ana shu qizimni bolalaridagi allergiya kasalligi uchun. 4 yil ishladik biz. Alhamdulillah Muhammad Yusufda yo'q. Nima uchun yo'q? Qizim ichida hozir nimani o'ylayotgan bo'lsa, o'sha narsalarni yashayapti. Avval hamma o'ylaganlari qizim haq bo'lsa-da, doimo qaynonasi tomonidan nohaq etib ko'rsatilgan. Hech narsani isbot qila olmagan. Va shu yerda o'sha buni qilgan rejalari, buni qilgan orzulari, buni qilgan maqsadlari amalga oshmay, inobatga olinmay, bir chekkada tinglanmay qolib ketgani uchun allergiya kasal bo'lgan. Abdurahmonova Zilola yozibdi, allergiya kasalligiga nimani anglashim kerak? Zilola, mana shu javob yozingchi, mikrofoningizni ochib gapiringchi. Sizni ichingizda shu narsalar bormi? Qanday Zilola? Tepada o'qidim bu nimani. Shuncha kishi yozgan mana.
yoqda kommentariyada yozilganda bor, lekin bu yoqdan Zilolani topolmadim. Men buni ochdim, разрешить. Romi nima? Siznikini ochdim. Men shu arab harflari bilan yozilgan bor-ku, yurakcha. Mana nima sababdan qizlar? Mana bizda nima sababdan bu narsalar shakllanadi? Biz sababini qilmaymiz. Keling. Savolingiz bormi? Mikrofoningiz ochdingiz. Keyin mikrofonni yopib qo'ying, savolingiz berib bo'lgandan keyin. Albatta, sudragini shifosi bormi deyapti. Alloh hamma dardni shunchaki bermaydi. Siz nimanidir o'rganishingiz uchun beradi. Gemorroyga javob berdim tepada. Onkologiya yutib yuboradiganlar nima qiladi ular? O'zini eshitolmaydi. Sababini mana shuncha kishida shuncha kasallik bor, Alloh shu tanasiga bekorga buni bermadi. Bekorga buni bermadi. Maryam yozibdilar, mana boshim og'riydi, nima qilsam bo'ladi deb. Bosh og'rig'i o'zingiz boshqara olmaydigan narsalar bor-da. O'zingiz boshqara olmaysiz. Sizni boshqaradi hamma. Ana shunda bosh og'riydi. Bosh og'rig'i sizga doimiy ravishda, qizlar, birovlarni boshqarishi. Sizni ehtiroslaringizda, sizni ichingizdagi hamma nimalaringizda birovlar boshqaradi. Shuning uchun bosh og'riydi. O'zingiz boshqarishga o'tganingizda boshingiz og'rimaydi. Gemorroy, qabziyat qo'yib yuboring holat va vaziyatlarni. Biza holat va vaziyatlarni boshqaruvchimizmi? Bizni qo'limizdami? Biz hech narsani boshqara olmaymiz. Bizani Alloh boshqaradi. Niyatimizga, ichimizdan o'tkazayotgan har bitta o'y, xayol, gumonlarimizga yarasha Alloh bizni boshqaradi. Biz nima qilamiz? Bizani mana shu ichimizdagi 12 metrcha bo'layotgan ichaklarimiz bizani kelajagimizga javob beradi. Qarang, oziqlantiradi. Ichaklarimiz orqali biz oziqlanamiz. Ichaklarimiz orqali biz ertaga yashaymiz, qizlar. Bizni ichimizdagi ichaklar bizani ertangi kunimizga javob beradi. Hozir shu yerda o'zida o'zingiz bitta nuqtaga o'zingizni jamlab o'ylang, qanchalik darajada ertangi kuningiz birovlarning qo'lida.
Ana Ominaxon yozyapti. Молодец mana shu ayol. Kitobni men rostdan ham shu ayolga sovg'a qildim. Siz tanlanganlar ichida Allohning erkatoyisiz. Qizlar, har birimizga berilayotgan hamma tana sog'lomsizligi bu sizni ichingizda. Tuyg'ularingizni upakovkalanmaymiz. Bugun darsda eshitamiz, bugun xohlaymiz, lekin ertaga noto'g'ri ovqatlanishimizdan, to'yib ovqat yeganimizdan uxlaymiz. Ibodatimiz chala bo'ladi, qiladigan praktikamiz chala bo'ladi, eshitadigan darsimiz qolib ketadi. Darslikda aytganman-ku, uzluksiz qilishlaring kerak deganman. Davomiy qilishlaring kerak, har kuni kechqurun qilishlaring kerak. Ertangi kuni ruhiy poklanishni qilamizda, ertangi kuni yana shu narsani qilamiz, chunki ular bizga odat bo'lib aylanib qolgan. Hammamizga odat bo'lib aylanib qolgan. Onkologiya kasalligi borligini bilamiz, lekin baribir doktorga borib, kapelnitsa olamiz, kimyoterapiya olaveramiz. Bu nima degani? Nima uchun meni bugun oyoqlarim og'riydi? Nima uchun meni ichaklarim og'riydi? Nima uchun meni qabziyatim bor? Shunchalik ko'p yukni olgansiz, shunchalik katta boshqaruv ichingizda turibdi. Qo'yib yuboring ularni. Allohga topshiring. U his-tuyg'ularni yuki bilasizmi qancha? Mana 1 tonna qorishtirilgan sementdan ham og'ir yuk. Nima uchun konsultatsiyaga kelgan qizlar keyin aytadi, shunday yengil bo'lib qoldim. Shunchalar energiyangiz boshqacha ekan, ustozjon. Oldingizda yana 1 soat o'tirsam, ustozjon, deydi. Siz akangiz bilan kelishmaganingizni ushlab yurasiz. Ovsiningiz bilan kelishmagan vaziyatingizni ushlab yurasiz. Ovsiningiz bilan xayollanib gaplashib, qarg'ab, urushib, yig'inlab bo'lib qolsa, kim o'zlaring nimanidir isbotlamoqchi bo'lasizlar. Biz har kuni, mana bugun ham hayotimizda katta bitta imkoniyatini o'tkazdik. Men har kuni shunday deyman. Eng katta imkoniyatni o'tkazdim. Bugun va hozir o'tirib aytdim. Ancha bo'ldi shamollab kasal bo'lib, qizlar bilan dars berolmay qoldim qizlarga. Muloqotlar guruhini qarasam, to'lib ketibdi kasalliklarga. Javob bering. Mana sizga imkoniyat. Mana sizlarga yana bitta poklanish, bir emas, 2ta seminar trening Nurota retritida 30-31da. Mana sizlarga imkoniyat. Nima uchun miomangiz bor? Nima uchun gepatoz bor? Nima uchun jiravik bor? Nima uchun burningiz yiringlab ketyapti? Nima uchun oyoqlaringizda revmatizm bor? Nima uchun ichaklaringiz ovqat hazm qilmayapti? Ovqat hazm qilmayapti ichaklarim deydi. Yesam qayt qilyapman deydi. Chunki ichingizda nakapleniya nafrat bor. Erimizni biz o'zgartira olmaymiz. Erimizni tanlovi shu, bu hayotda uni tanlovi shu, o'zi javob beradi u narsaga. Eringiz duoga muhtoj, sizni duoyingizga muhtoj, undan nafratlanmang. Onkologiya sizni yutib yubormasin.
onkologiyani ortida sizga Alloh qaysi eshikni ochishligiga harakat qiling. Xursand bo'lib qabul qiling. Odamlar nima deydi deb emas, o'zingizga qulay bo'lgan narsada yashang. Nima sizga qulay? O'shanda yashang. Nima qilasiz odamlarning ko'zi uchun oila qurib, nima qilasiz odamlarning ko'zi uchun eringiz bilan munosabat qilib? Ominaxon qaysim kelganda hamma joyim qaqshaydi, suyaklarimgacha og'riydi. Qizlar, yiliga necha marta tashxis topshirasizlar? Yiliga 2 marta tashxis topshiringlar. Gormonlarga topshiringlar. Qon analizi topshiringlar. Bu sizlarning sog'liginglar. Vaqtida yotib uxlanglar. Vaqtida yaxshi ovqatlaninglar. Tabiat manzaralarini kuzatinglar. O'zlaringga gul sovg'a qilinglar. Kutmanglar birovdan. Nima qilasizlar birovdan kutib? Suyak yimirilishlari boshlanadi hayz kelganda. Kalsiy ichinglar, magniy ichinglar, sink ichinglar. Omega D3, K2 albatta ichinglar, rasmga olib tashab qo'yaman. Har kuni ertalab ichinglar ayollar. Ertalabki nonushtada sariyog', tuxum albatta bo'lishi kerak. Mana o'zimizda kuydirilgan sariyog'. Semirish nimadan, ustozjon? Keraksiz yuk semirish. Keraksiz narsalarga, ovqatlanishga qaramaydi qizlar. Keraksiz emotsiyalarni o'zingizda saqlashingiz. Nimaga ruhiy poklanish kursida 20 kilogacha ozganlar bor? Bitta qaynona aytgandi, 120 kilo edi. Ustozjon 90 kiloga tushdim. 3 ta kelinni dam oldirib qo'ydim. O'zim qilaman hamma narsani deb. Tanam bilan boshimda qichishish bor. 18 yoshdaman. Nimaga ishlamaysiz o'zingiz ustingizda? Terilar bizani bitta organimiz hisoblanadi bu. Jigar, oshqozon qanday mexanizmni boshqarsa, tasavvur qilinglar, agar terimiz bo'lmasa, mol so'yganda, qo'y so'yganda ko'rgansizlar, qanday chiqib ketadi hamma narsa. Bizani shuncha muskullarimiz taxlab turadigan bu bizani terimiz hisoblanadi. Qichishish o'ta darajada sizniki hech kim inobatga olmaydi. Yana aytaman, qizlarjon, tana sog'lomsizligi yo'q, sistit. Mana o'tgan yili nechta ayollar sistitdan qutulib ketdi. Nima o'tkazgandik? Toshkent Cityda marafon o'tkazgan edim. Xudo xohlasa bu yil ham o'tkazaman. Sistitdan qutuldi. Siydik tutolmaslikdan qancha ayollar azoblanar ekan. Bir aks sursam ham bir tomchi bo'lsa ham chiqib ketadi deb. Ana o'shalar hammasi o'zgarib ketdi shu qizlar. Haligacha shu qizlarni ko'raman. U kungi Toshkentda bo'lib o'tgan praktikum tog' retritiga ham shu ayol borgan ekanlar. Voy ustozjon, ishxonagacha bora olmasdim. Shunaqa xavotir qilib yugurar edim.
Alhamdulillah shu narsa yo'q bo'ldi. Rahmat Munavvarxon. Hammaga manfaatli bo'lsin, ilohim. Hammamizga manfaatli bo'lsin. Ogohlantirishsiz bu dars bo'ldi, qizlar. Niyatlarni qo'yaveramiz niyatlarni, orzu qilaveramiz, lekin amalimiz to'g'ri emasda, qizlar. Amal to'g'ri emas. Amalni qanday to'g'rilash haqida hatto tushuncha ham yo'q. Mana ilohiy qonunlar, ruhiy poklanish kursini qarasam 1,5 mingta ayol. Ilohiy qonunlarda 400 tadan oshgan. Qolgan 800 ta qaniki? Ruhiy poklanishni qilgan, lekin amalda nima qo'llashni bilmay yuribdi, aylanib yuribdi. Har doim aytganman darslikda, ilohiy qonunlarni bajarmaganimizcha, aytyapman, xolodilligimizda masallig'imiz turibdi. Qilaman. Lekin qilaman aqlda bor, amalda yo'q. Bizani ichki ruhiy holatimiz shuncha signal berib, tanalarimizda shunchalik kasalliklar kelib chiqib ketsa ham, bizlar haligacha bu narsaga uyg'ona olganimiz yo'q. Juda ko'p ayollar uyg'ona olgani yo'q. Nechta ayol qabulimga kelib aytayapti, voy, shunchalik rad etilgan ekanman. O'zingiz rad etasiz. Mana hozir necha kishi rad etganligi uchun shuncha tana sog'lomsizligida. O'zingizni quloq solmaganligingiz uchun. Siz buyuk ruhsiz, Robbimni buyuk ruhisiz. Siz shunday pok energiyasiz. Hozir shuncha ayolda shuncha tana sog'lomsizligi bor. Shuning uchun juda ham ko'p ichimizda o'sha ezilgan, nafratlangan, qadrsizlantirilgan g'azablarimizni, tushkun kayfiyatlarimizni, har kun holatimizda yomon bo'lgan vaziyatlarni ichimizdagi o'sha qalbimizda Allohning uyida saqlab yuramiz. Shuning uchun mana shunday saqlab, yashirib, hech kimga aytmay yurishlik bu onkologiya o'sha insonni yutib yuborishiga olib keladi. Uni yengish, qizlar, bu narsani yengish sizni uyg'onishingiz. Alloh bu dard orqali siz ko'p anglashingiz kerak bo'lgan darsingizni sizga shunday qilib beradi. Avvallari kurashar edim, qizlar. Kurashish ongida edim. Yo'q, nima uchun bunday bo'ldi? Men haqman-ku deb isbotlashga harakat qilardim. Voy, pulim kuydi-ku deb. Mana hozir 3 yildan buyon Incruise'ga a'zo edim. Har oy $100 to'lar edim. 2-may kuni Fransiya, Italiya, Yevropa davlatlariga ketishim kerak edi. Yo'q, vizam chiqmadi. Juda ko'p harakat qildim. Dekabrdan buyon harakat qildim, vizam chiqmadi. Bunday urinsam ham Allohning tarozisi bor, o'zini o'lchovi bor. Sizdan katta pul chiqib ketayotganda sizga katta narsa kirib keladi. Bunday qildim. Fransiya posolstvosi navbatga qo'ymadi bizani viza olishni. Kecha qarasam internet tarmoqlarida Incruise'da Fransiyada bitta nimasida qanaqadir kasallik chiqibdi, hech qaysi port qabul qilmayapti ekan, dengizda suzib yuribdi ekan faqat. Qanchalik darajada Alloh bizani yaxshi ko'radi hammamizni. Lekin biz kurashamiz.
Bir marta, 2 marta, 3 marta urindim. Keyin aytdim, mayli. Allohim, men roziman. Demak, mana shu orqali qaysidir narsani olding. Bundan oldin ham shunday bo'lgan edi. Biz nima qilamiz? Meni qarzimni bermadi ustozjon. Prokuraturaga yozib berdim, ichki ishlarga yozib berdim. Tillalarimni olgan edi. Sizdan yana shu narsa chiqib ketasiz. Prokuratura orqali olasiz, u pul chiqib ketadi. Borliqda 20 ming so'mni ham o'lchovi bor qizlar. Allohning o'lchovi. Sizdan olayotgan bo'lsa, xursand bering, berishga tayyor bo'ling. Olyapsizmi? O'ylang. Olganingizni yana qanchadir nimasi bor mana. Shuning uchun pullar meni quvvatimni sezadimi kursda mana shu qonuniyatlarni o'rganganlar qanaqangi zo'r tadbirkor bo'lib ketdi. Va yaqinda o'sha Toshkent seminarida ham shuni ochib beraman. Где-то 14-15 iyun oyida Toshkent seminari bo'ladi, qizlarjonlar. Bo'ladi, ana shu qonuniyatlar haqida gaplashamiz Toshkent seminarida. 5-6 kishimi, necha kishidir, 10 kishidir qo'shilgan. May oyidan, aprel oyidan bo'lish kerak edi u. Keyin ustozjon, mashina olish praktikasini o'rgating deganlar bor, qizlar. Inshaalloh 2 kishida mashina olishga anaqa bor ekan, ishtiyoq bor ekan. Men uni kun davomida bir kun jonli qilib avtosalonga etib, o'sha narsani praktikum tariqasida o'rgatmoqchiman. Unga ham shu 10 kishi aytganman, yig'ilishi bilan shuni o'tkazamiz. Kim mashina olishga havas? Men mashina olmoqchi bo'lganimda, qizlar, meni $100 ham pulim bo'lmagan. Kartochkalarimda ham pulim bo'lmagan. Lekin shu amaliy praktikani qilganman. Va 6 oy ichida hayotimga o'zimning mashinam kirib kelgan. Agar tana sog'lomsizliklaringizni sababini topib, uni ustida ichki emotsiyalaringizni tahlil qilib, buni sababini o'rganmas ekansiz, qayta bu narsa beriladi. Nima uchun gripp bo'ldim, qizlar? Ketma-ket 3 ta konsultatsiya oldim. 3 ta og'rig'imni yechdim. O'ylaysizlar, ustoz faqat dars o'tadi deb. Yo'q, men o'z ustimda ishlayman. Har safar o'z ustimda ishlab, o'tgan konsultatsiyalarimdan olgan anglashlarimni tahlil qilib sizlarga yetkazaman. Qolib ketmaydi bu shu turishda. Menga anglatdimi? Meni Allohga bergan va'dam bor. Sen menga anglatganlaring, sen menga yuqumli qilgan bilimlaringni yuzlab, minglab ayol qizlarimga bo'lishishga menga quvvat ber, kuch ber deyman. Hozir Nurota retritda ham qizlar qancha narsaga tayyorgarlik ketyapti hozir kanalga qo'shilganlar. Siz 10 marta Nurotaga borib, 10 marta ziyorat qilib kelishingiz mumkin, lekin bu energiyada emas, qizlar. Retritda energiyasi boshqa. Mutlaqo boshqa narsa bo'ladi u. Hozirdan qizlar o'zini jismini tayyorlab borayapti. Jismimiz tayyor bo'lmas ekan, qizlar, bizlar 10 ta kurs o'qimaymizmi? Yeydigan luqmamizni biz nazoratga olmas ekanmiz. Sog'lom turmush tarzim degan mana sotuvda yo'q u kurs.
necha kishi qanchalik darajada noto'g'ri ovqatlanib yurganligini bildi. Yog'larni ketma-ketligi, shirinliklar nimadan? Nima uchun hozir juda ko'pchilik aytayapti, voy ustozjon shirinlik yemay qo'ydim. Shunaqa o'chidim, shirinlik yeganlar bilinglar. Qur'onlarni mazza qilib o'qiy olmaysizlar. Hujayra darajasida sizlarni hujayra miyalaringda kletkalar ochilmaydi hujayra darajasida. O'lik taom bor, tirik taom bor. O'sha tirik taomlarni qanday taomlanish haqida beriladi u sog'lom turmush tarzimda. Siz qachonki shu tirik taomlarni yeyishga odatlansangiz, amalda qo'llasangiz, bolalaringiz avtomatik tarzda u narsani to'g'ri ovqatlanadi. Olim bo'lishga, Ulug'bek kim bo'lgan? Osmonda astronom bo'lishga bolalaringizni, shifokor bo'lishga, qori bo'lishga siz hozir tayyorlab qo'yasiz bolalaringizni. U shunchaki ilm emas u yerda, noyob ilm u yerda. Bugun mana savol bering. Nimaga ulgurdingiz? Nimani qildingiz? Nimaga haligacha tanangizda shu og'riqlar bilan yuribsiz? Aslida bularga hammasiga yechim bor. Va juda oddiy. Faqat amal qilish orqali. Amalni qanday qilish? Bormi instrument o'sha amalni qo'llashga? Yo'q. To'g'ri ovqatlanishga ham yo'q. Avvallari kechqurun bo'lsa men nabarot olma archib yeyardim. Buni qanchalik zararligini bilganimda, jigarda qanchalik gipatoz qilishligini bilganimda, nutritsiologiyada o'qiganimda, qaytib kechqurun olma yemaydigan bo'ldim. Tug'ilgan kun, aqiqa, to'ylarga borsak, kolbasa ham, qazi ham yerdim, tilam yerdim. Baliq go'shti ham yerdim, tovuq go'shti ham. Hozir aytaman, Alloh jonim kechir meni. Oshqozonda ichiga 4 xil energiyani solganman. Baliq, tovuq, ot, qo'y go'shtini. Mumkin emas ekan bu mutlaqo. Bitta narsani yeng. Bugun baliq go'shtini yedingizmi? Bo'ldi, endi sizga qo'y go'shti yeyish mumkin emas. Bizda hamma narsa qo'yiladi stolga. Mana qanchalik darajada bizga amallarimiz noto'g'ri. Qo'llashni bilmaymiz. Xolodilnigimizda ochilib turaveradi. Masalliqlar bor, lekin amalda uni qo'llab pishirmaysiz. Oddiy qilib aytganda. Sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun. Shuning uchun direkt to'lib ketibdi tana sog'lomsizligiga. Nima uchun konsultatsiyaga chegirma e'lon qilindi? Ularni hammasini ildizini topish kerak. Ichingizda o'sha yig'ilib kelayotgan yig'indilarni, chiqindi o'y-xayollarni topish kerak. Va meni shaxsan o'zimda o'zgartirgan, o'zimda shunday darajagacha olib kelgan ana shu ruhiy poklanish kursim bo'ladi. Men haligacha shu kursimni yaxshi ko'rib qilaman. Ilohiy qonunlar ikkalasini. Buzishga qo'rqaman qizlar. Ilohiy qonunlarda yerga bir kun borib, boshimni qo'yib yotishimni o'ylaganimdan keyin hattoki og'zimdagi jvachkamni olib yerga tipirmaydigan bo'ldim. Yerdi yuzida agar axlat ko'rsam, yerdi yuzidan axlatni terib olib, oldimdagi musorlar tashlanayotgan joyga tashlab ketadigan odat qilganman. Bir hozir o'zingizga savol bering. Bolalaringiz, o'zingiz yerga necha marta axlat tashlaysiz va oxirgi so'nggi holatingizni ham ko'z oldingizga keltiring. Shu yerga bir kun borib bosh qo'yib yotasiz. Hozir oyoqlaringiz tagida bosib yurgan yerga bir kun borib boshingizni qo'yib yotasiz. Mana bizda amallarimiz qanchalik xato.
Mana biz qanchalik darajada kechga qolib ketyapmiz. Ana shuning uchun hozir hatto Dildoraga ham aytmadim. Nimaga ham aytmadim, qizlarga ham aytmadim. Shunday yozdim, 250 kishi birdan javob yozdi. Ustozjon tayyorman, dars kutyapman deb. Salkam 500 kishi mana ko'rgan, eshitgan. Shuning uchun qizlar har bitta berilgan vaziyatni, holatni, sizga berilgan imkoniyatni deb qo'yib yubormang. Oydin Hasanova yozibdi. Davleniyam bor, oyoq og'rig'im bor. Qo'l oyoqlar uyushib qoladi. Mana qo'l oyoqlar uyushib qolishi infarkt, insultni birinchi stadiyasi. Voqeani gapirib beray. Covid payti edi. O'sha payti, Covid payti psixologiyani o'rganib yurgandim, qizlar. O'sha ayol keldida aytdi, "Adam judayam yomon og'ir yotibdi. Nima yordam berasiz?" dedi menga. Oynani orqasida adasi yotibdi, bu tomonda biz ham. Endi meni olib borgan mashinaga solib. 4 ta kislorod ulangan, qizlar. 4 ta kislorod. Hozir men shu opani anonsini o'qib aytyapman. Erimni qo'llari uyushadi, tuzlari ko'p. Qon bosimi baland. Infarkt, insultni birinchi darajasi bu. Xulosa qilinglar mana shu gapimdan. Otasi gapirolmaydi. Yozadi faqatgina. 4 ta kislorod ham yordam bermayapti. Judayam og'ir holatda yotibdilar. Shunda aytdim, dadangiz kechirolmaydigan odamlar bo'lsa, hammasini kechirsin dedim. Juda ko'pchilik odamlar bilan tortishgan ekan. Juda ko'pchiliklardan xafa ekan. Juda ko'p yaqinlaridan xafa ekan. Juda ko'pchilikdan xafa ekan Dilbar dedi. Juda ko'pchilikdan dedi. Ishxonadagilardan, birodarlaridan, oshnalaridan. Ana yukni ko'rdingizmi? 4 ta shlanka bilan nafas yetmayapti. Covid bo'lgan. Chunki u shuncha og'riq borda qalbida. Kechirolmaydigan narsalar borda. Ana shu ruhiy poklanish kursidagi praktikani aytganman. Xatyabi miyasida shu narsalarni o'tkazsin deb. Ovozli qilib jo'natganman zapisda. Otasi shu narsani eshitgan. Onlayn konsultatsiya bo'lganda. Aytyapti Dilbar. Ertansi kuni 2 ta shlanka qoldi dedi. Bitta kechirolmaydigan odamlarini nima sababini tushuntirib berganimda mana pulimizni olgan, bermay ketgan. Seni yaxshi ishga joylashtiraman, ishga joylashtirmagan. Senga beraman deb va'da berilgan, bermagan. Va biz u narsalar bilan kurashib, u narsani kechirolmay yuribmiz. Qalin o'zimizni yaqinlarimiz qo'yib yuboring. Alloh sizdan shuni pul bilan olganiga rozi bo'lingda qo'yib yuboring. Siz pul bilan to'lov qilganingizga shukr qiling. Allohning to'lovlari og'ir. U narsalarni biza bandalar ko'tara olmaydi, dod deydi mana shuncha nima yozildi hozir she'rga. Qancha tana sog'lomsizligi.
Va mana shu hozir erimni yuragi, qo'llari uyushadi. Bu nima degani? Qonlada bo'ldi, o'sha qonlar aytyapti, yurakda aylanayotganlar. Bo'g'ilib ketyapti. Yurak, qalb Allohning uyi. Va aynan may oyida bir emas, ikkita to'lin oy, birinchi to'lin oyda o'tkazdik. 30-31 may kunlari ham yana ham to'lin oy bo'ladi. Biz ana shu kunlarda judayam mukammal praktikalarda bo'lamiz Nur ota ziyoratgohida. Nur ota ziyoratgohida. U yerda chashmasi bor. U chashmani suvi ko'chada 40 gradus sovuq bo'lsa ham, ko'chada 50 gradus issiq bo'lsa ham, uni temperaturasi bir xil holatda turadi. 30 gradusda turadi. Muzlamaydi. Ana shu chashmani suvidan Amir Temur qurdirgan hammom bor. Biz hammom qabul qilamiz. Ana undan keyin praktikalarga kirishamiz. Ana undan keyin duolarni ketma-ketligini qilamiz. Bu ham sizlarga bitta imkoniyat. Bu ham sizlarning hayotingizda bitta tomoningizning ochilishiga imkoniyat. O'zi o'tkazish niyatim yo'q edi, lekin juda ko'pchilik Nur ota retritni so'ragani uchun bilasizlar buni qanday rivoyat qilinganligini. Payg'ambarimiz Rasul sallallohu alayhi vasallam Alloh yerga nurini tushtiribdi. Yerga nur tushibdi deb bizani Rasuli akram o'tirib 2 rakat shukr namozini o'qigan ekanlar. Ana shu Nur ota ziyoratgohiga tushgan nur. Ana shu nur tushadigan chashmani suvidan bizani ayol qizlar ishtirokchilar hammom qabul qiladi. Bu ham siz uchun juda ham katta imkoniyat. Alhamdulillah bu yil 4-yil o'tkazyapmiz. Allohimga hamd sanolar aytaman. Niyat qilib, umid qilib, qalblarida qaysidir orzularini amalga oshirish uchun Allohga yuzlangan jamiki opa-singillarimizni duolarini ijobat qilsin. Farzand talablariga, baxt so'raganlarga o'zim xursand bo'laman. Baxtli bo'lib ketgan qizlarni, turmushga chiqib ketgan qizlarni, nechta qizlarimiz turmushga chiqdi shaqa borib. Endi ular turmushga chiqdimi, ayta olmayman, qo'ya olmayman. Munira qizimiz turmushga chiqib ketdi. Xonzoda qizimiz turmushga chiqib ketdi. Mashalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar meni bitta oilamsizlar. Shu hamma ayollar rivojlanishdan to'xtamasin. Siz oilangizning yuragisiz. Sizni ruhan rivojlanganingiz, ruhan barkamolligingiz, ilm olishingiz, ilm yo'lida doim bardavom bo'lishingiz bu sizning farzandlaringizni, sizdan keyingi avlodlaringizni kafolatlangan hayoti hisoblanadi. Kafolatlangan, chunki siz amal qoidalariga, ilohiy qonunlarni buzmagan holda amal qilasiz. Qalbingizni pok saqlashga amal qilasiz. Olgi bergida nima to'g'ri, nima noto'g'ri, bunga amal qilasiz. Va sizni farzandlaringiz sizni to'lovingizni qilmaydi. Men turmush o'rtog'im bilan qancha kelishmovchiliklarim bo'lgan. Men ularni hammasini bitta yechdim. Qabul qila olmasligimni yechdim. Ularga nisbatan kibr bo'lganligimni yechdim. Meni mana shunday turmush o'rtoq bilan siylaganiga qalb qadar roziligini yechdim. Agar men bilan yechmaganimda, meni 2 qizimning hayotida bunaqangi yigitlar bo'lmas edi. Men hozir bolalarimga qarab aytaman, alhamdulillah. Sizlar meni hayotimda emassizlar. Sizlar o'zinglarning hayotingda. Amin. 51 yoshimgacha onajonim yashagan programmani yashadim. Va bugun sizlarga shuni aytaman. Hech qachon ilm olishdan to'xtamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.